Diqqat! Nafaqa va bola puli oluvchi fuqarolarga noxush xabarlar tarqaldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 2025-yil 1-maydan boshlab farzandi darslarga muntazam qatnashmagan yoki uy-joyining sanitariyasini yaxshilamagan oilalar uchun bola puli miqdori kamaytiriladi. Oilalar tomonidan ijtimoiy shartnoma shartlari bajarilmagan taqdirda bolalar uchun nafaqa va moddiy yordam miqdori mahalla yettiligining qarori asosida 30% ga kamaytirilishi belgilangan, deyiladi ma'lumotda. Aziz do'stlar, xabar keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang.